Tenli joyimiz, ya'ni gazga ham ishlaydi, ya'ni spirtga ham ishlaydi. Gazimizning sho'rchiga tashqaridan keladi. Tashqaridan kelib, ya'ni bu gazning nimasi? Gazning apparati, gazning. Ya'ni bunisi svetga ishlagicha. Agar mobodo gaz tugab qolsa, svetga ham ishlayveradi. Ikkinchi bu bollarimiz. Ya'ni bu suv o'chagi. Suv tashqarida suv o'chagi yo'q, shuning uchun zapas suv postoyanno sho'rga bo'ladi. Ikkita nasoslarimiz, ya filtr, 3 ta filtr, katta filtr. Keyin aylanib bu batareyani qizdirib beradi. Ya'ni bu gazning apparati polni sensorli ekran bo'ladi. Xuddi telefon kabi ko'rsatib turadi.